Illyuziya bu real predmet yoki hodisani noto'g'ri idrok qilish, ya'ni bor narsani boshqacha tarzda ko'rish, eshitish yoki his qilishdir. Bolalarda illyuziya bu normal rivojlanishning bir qismi bo'lib, idrok tizimi hali to'liq shakllanmaganligi sababli ko'proq uchraydi. Nega illyuziyalar bolalarda ko'proq uchraydi? Bolalarda idrok tizimi hali rivojlanmagan bo'ladi. Tasavvur kuchli, haqiqat bilan fantaziyani farqlashlari qiyin, diqqat noturg'un, tajriba kam, atrof muhitni to'liq tahlil qilishga hali o'rganmagan bo'ladi. Bolalar illyuziyalarning turlari: ko'rish illyuziyalari, eshitish illyuziyalari, taktil illyuziyalar, ya'ni his qilish. Harakat illyuziyalari. Illyuziya bu gallyutsinatsiya emas. Illyuziya bor narsani noto'g'ri idrok qilinishi, gallyutsinatsiya esa yo'q narsani idrok qilinishi. Bolalarda illyuziya normal, gallyutsinatsiya esa davolanishga muhtoj holat hisoblanadi. Illyuziyani keltirib chiqaruvchi omillar yorug'likning o'zgarishi, charchoq, qorong'ulik, kuchli fantaziya, uyqu oldi holati, kutilmagan tovushlar, tezkor tasvirlar. Multfilmlar, telefon o'yinlari bularga misol bo'la oladi. Psixolog yordam va tavsiyalari: ularga tushuntirish ishlarini olib borish, xavotirni kamaytirish, fantaziya va haqiqatni ajratishga o'rgatish kerak. Rasm chizdirish yoki o'yin orqali tushuntirish ham yordam beradi. Charchoqni kamaytirish kerak. Mutaxassisga murojaat qilish kerak bo'ladigan holatlar juda tez takrorlansa, bolaning uyqusi buzilsa, kuchli qo'rquv bilan davom etsa, yo'q narsalarni ko'rish yoki eshitish seansiga aylansa, unda psixolog yoki nevropatologga murojaat qilish zarur. Bolalarda illyuziya idrokning tabiiy rivojlanish bosqichi. Uni to'g'ri tushuntirish, qo'llab-quvvatlash, xavotirni kamaytirish orqali bola osonlik bilan bu holatdan o'tadi.